Shou-biznes olamidan yana bir shoshilinch tezkor xabar. Taniqli xonanda afsuski sudga berildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Amerikalik xonanda va aktrisa Selena Gomez ruhiy salomatlik yo'nalishidagi Wonderment Global startapi faoliyati bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Investorlar uni va kompaniya rahbariyatini firibgarlikda ayblab, sudga murojaat qilgan. Bu haqida Reuters xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, da'vogarlar 2021-yilda ishga tushirilgan Wonderment Globalga qariyb 1,2 million dollar sarmoya kiritgan. Investorlarning ta'kidlashicha, ularga Gomez kompaniyaning marketing yo'nalishini rivojlantirish va loyihani keng targ'ib qilishda faol ishtirok etishi, shuningdek, mobil ilova kabi bir qator mahsulotlar ishga tushirilishi va'da qilingan. Biroq sud hujjatlarida keltirilishicha, bu va'dalarning ayrimlari bajarilmagan. Da'vogarlar Gomez o'z zimmasiga majburiyat yuklovchi hujjatni imzolaganini, ammo keyinchalik unda ko'rsatilgan vazifalarni bajarmaganini iddao qilmoqda. Ma'lumot uchun, Wonderment Global 2021-yilda Selena Gomez, uning onasi Mandy Tiffy va tadbirkor Daniella Pearson tomonidan tashkil etilgan. Platforma ruhiy chiniqish konsepsiyasiga asoslangan bo'lib, foydalanuvchilarga ruhiy salomatlik mavzusidagi maqolalar, suhbatlar, podkastlar va turli amaliy vositalarni taklif qilishni maqsad qilgan. Azizlar, nima deb o'ylaysiz? Bu qanchalik to'g'ri? Selena Gomez sudga berilishga arziydimi? Albatta, fikrlaringiz biz uchun muhim. Izohlarda yozib qoldirishni unutmang.